Assalomu alaykum. Meni ismim Halim Johir. Men Aljavr maktabida 3 yildan beri ta'lim olaman. Mana shu 3 yil davomida men 8 ta sertifikatni qo'lga kiritdim. Jumladan IT dan yaqinda olganim Microsoft Azure Fundamentals va bundan tashqari SAT, IELTS va SSA dan 4 ta F va undan tashqari matematikadan milliy sertifikatni qo'lga kiritdim. Oxirgi sertifikatim haqida gapirib o'tadigan bo'lsam, bu Microsoft tomonidan beriladigan Azure Fundamentals sertifikati. Bu sertifikat meni IT karyeram uchun juda yaxshi foydavor bo'la oladi. Meni kelajakdagi maqsadim bu международный katta kompaniyalarda finansist yoki auditor, buxgalter bo'lib ishlash. Masalan, bunaqa kompaniyalardan O'zbekistonda Big Four, Deloitte va KPMG kompaniyalari hozirda meni asosiy prioritetli bo'lgan variantlarim. Meni shu darajaga yetishim uchun o'zini katta hissasini qo'shgan IT ustozim Ziyodin ustoz va ota-onam tomonidan berilgan duolar, moddiy va ma'naviy yordam bu joyga kelishim uchun katta hissasini qo'shdi va shundan tashqari maktabimiz direktori Matlub Ahrarniga shunaqa sharoitlarni biz uchun yaratib berganliklari uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman.